Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Slazer. Bugun men sizlarga TDM proverkalarini, ya'ni TDM da qo'llaniladigan qoidalarini tushuntirib o'tib ketaman. Oramizda hali ham TDM qoidalarini, ya'ni TDM turnirlarda ishlatiladigan proverkalarini tushunmaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Bu video aynan ular uchun. Agarda siz TDM qoidalariga yaxshi tushunsangiz, kommentariyada aqllilik qilish shart emas. Shunchaki o'zingiz bilgan va boshqalar bilmagan narsani ma'lumot uchun yozib qoldirishingiz mumkin. Kelinglar undan maydalashib o'tirmaymiz. Men sizlarga qisqa qilib mayda qoidalarini tushuntirib o'taman. Va yana sizga eslatma qilib o'tmoqchiman, bu faqatgina TDM turnirlarda ishlatiladigan qoidalar. Agar siz shunchaki TDM ga kirsangiz yoki shunchaki begona inson bilan faqatgina ko'ngil ochish uchun yoki dam olish uchun TDM o'ynaysiz, bu qoidalarga amal qilishingiz shart emas. Lekin boru insongarchilik jihatidan ba'zi bir qoidalarga amal qilib qo'ysangiz ziyon qilmaydi. Unda boshladim. TDM turnirlarda stirpanish mumkin emas. Dushmanga qaratib xayalash va shunga o'xshagan flashlar ishlatish umuman mumkin emas. Bronya tugaganda yoki kaska tugaganda o'z-o'zini xayalash ba'zi bir turnirlarda bor, ba'zi bir turnirlarda esa yo'q. Lazer hamda mufta bu ham ba'zi bir turnirlarda ishlatsa bo'ladi, ba'zilarida esa yo'q. Agarda siz lobbi ochilgandan keyin 10 daqiqa ichida lobbiga kirmasangiz, raqibingizni roziligi bilan turnirdan TP olib chiqib ketasiz. Agar siz lobbiga kirgan vaqtda sizda ping baland bo'ladigan bo'lsa, sizga 1 daqiqa vaqt beriladi va siz 1 daqiqa vaqt ichida o'yindan chiqib ketishingiz kerak. Agarda 1 daqiqa vaqt ichida chiqmasangiz, keyinchalik chiqadigan bo'lsangiz, rasman siz yutqazgan hisoblanasiz. Va TDM turnirlarda saperningiz bilan gaplashsangiz bo'ladi, lekin gaplashayotgan vaqtda o'ldirsangiz bo'lmaydi. Bu minus kill hisoblanadi. To'g'ri-da, bu chisti ko'tlik bo'lib qoladi-yu. Va siz bitta joyda eng uzog'i 10 soniya tura olasiz, ya'ni bitta pozitsiyada. Va har pozitsiya almashganingizda siz albatta o'q uzib, saperningizga info berib qo'yishingiz kerak. Agarda o'q uzganingizda u eshitmagan holda siz o'q uzganingizni isbotlay olsangiz, minus kill bo'lmaydi. Agarda saperingiz sizga shak eshitiladigan darajada yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'q uzib info berish shart emas. Ikkinchi qurol sifatida esa faqatgina ikkita pistoldan foydalanish mumkin. Mana bu ikkitalik shaqillatvoradigan hech qaysi turnirda mumkin emas. Va siz turnirdan saperingizni yutib chiqishingiz uchun sizda eng kamida 5 ta shot bo'lishi kerak. Agarda siz saperingizni 4-0 hisobida yutayotgan bo'lsangiz ham, vaqt tugab qoladigan bo'lsa, o'yin qaytadan bo'ladi. Saperingiz AFK holatida esa siz uni otolmaysiz. Bu minus kill. Va yana ma'lumot uchun aytib o'tib ketay, minus kill bu shot hisobga olinmaydi. Ya'ni sizdan shot ayrilib tashlanadi. Uchlik kaska, uchlik bronya esa vobshe mumkin emas. Va siz o'lganingizdan keyin bazani 5 soniya ichida tark etishingiz kerak. Ammo lekin saperingiz siz bazadan chiqishingizni kutib turgan bo'lsa, siz chiqmaslikka haqlisiz. O'rtadan chiqadigan AVM yoki pulemyotdan foydalanish aslo mumkin emas. Ha, birini tog'dan, birini bog'dan olib kelsam ham, sizlarga glavniy kerak bo'ladigan qoidalarni tushuntirib o'tdim. Agarda siz TDM proverkalarini butunlay o'rganmoqchiman desangiz, to'liq qoidalarni men o'zimning Telegram kanalimga tashab qo'yaman. U yerda esa video shaklida App Store qanday olinadi, Play Market qanday olinadi, ularni ham tashab qo'yaman. Bemalol opisiyaniyada yoki kommentariyada qarab qo'yilgan sulta orqali Telegramga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va yana sizlarga bitta yangilik, men o'zimni birinchi TDM turnirimni o'tkazmoqchiman. U yerda tekin slotlar ham, pullik slotlar ham bor. Telegram kanaliga o'tib, bemalol turnirda qatnashish va o'zingizning omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Da, men qo'limdan kelguncha sizga tushuntirib berishga va video davomida ko'rsatib o'tishga harakat qildim. O'ylayman, video sizning vaqtingizni o'g'irlab qo'ymadi va sizga qandaydir ma'noda foydali bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, qo'rqmagan holda cho'chimasdan like bosib qo'yishni, kanalga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan soni bor va sifati yo'q kontentlarni qiluvchi Slazer bo'ldi. Hammaga xayr.